Bezori 26-qism. Muallif Maftuna Abdullayeva. Bugun o'tiraylik, dedi Diyor kollejdan chiqqanlaridan so'ng. O'zimizning kafega ham bormaganimizga ancha bo'ldi. To'g'ri, bir boraylik. Hamma qistayvergach Yigitali ham ishdan chiqib boradigan bo'ldi. Yuragi qisib kelayotganda kafega kelib o'tirishgach, yarim soat o'tib Dilshodi boshliq bolalar ham kirishdi. Obbo, shular kamida. Yigitali indamadi, chunki unga baribir edi. Hozir ko'ngliga hech narsa sig'maydi. Buyurilgan narsalarni ham nomiga tatib o'tirdi. Shu payt ko'zi Aydaga tushdi. Qiz Yigitaliga yoqmagani uchun xizmat qilishga chiqmasdi. Hozir ham xizmat uchun emas, ichkariga kassa oldidagi boshliqqa nimadir deyish uchun chiqqandi. Zalga qaramagani uchun Yigitalini ko'rmadi. Qachon keladi buyurtma? Shu payt yigitlar o'tirgan stoldan bitta oldingi stoldagi bir yoshroq yigit turib, kassa oldiga keldi. Hozir olib kelishadi, dedi boshliq. Ayda so'ragan narsani ko'rib berish uchun ombor tomonga o'tib ketgani uchun qizni o'zi javob berib. Balki siz olib kelib berarsiz, dedi yigit chiroyli qizni oldidan ketgisi kelmay. Men ofitsiant emasman. Egasimisiz? Shilqim atay baland ovozda qizni mazaxlab gapirardi. Yo'q, odamman, mollarga xizmat ko'rsatmayman. Qiz boshliqni kutmay jahl bilan iziga qaytayotganda yigit qo'lidan ushlab qoldi. Nima deding? Hozir 02 qilaman, qo'yib yubor qo'limni. Osmondan kelma menga, kelsa nima qilasan? Ularni tishini tishiga qo'yib kuzatib turgan Yigitali oxiri chidolmadi. Sen kimsan? Yigitali bolaga musht tushirdi. Ey, nima bo'layapti? Kaltak yegan yigitni ikki hamroh turganda Yigitalini yoniga kelgan barvasta yigitlarni ko'rib murosiga o'tishdi. Qo'yinglar endi. Yiqilib qolgan sheriklarini turg'izishdi. Hozir seni. Yigitali o'ziga tashlangan raqibini yana bir musht urib ag'darib tashladi. Yur men bilan. Keyin Aydani qo'lidan ushlab tashqariga sudradi. Shundoq ham bo'lgan ishga hayrat bilan qarab turgan Dilshod boshliq yigitlar endi doim qotib qolishdi. Bular sevishganmi nima balo? Dedi Dilshod Yigitali ketgan eshikka qarab. Yigitali esa Aydani asabiy sudrab borardi. Yigitali, jinnalik qilmang, qilaman, dedi Yigitali sudrashni qo'ymay. Narsalarim qolib ketdi, to'xtang. Ayda shart bor og'irligini tashlab o'tirib oldi. Tur. Yo'q, qayerga olib ketyapsiz? Uyingga, boshqa ishlamaysan. Buni hal qilmaysiz, qilaman. Yigitali ham Ayda barobar o'tirib oldi. Kim huquq beribdi? O'zim. Nima munosabat bilan? Seni sevib qolganim uchun. Nurxon opa eri Ziyoning taklifini ertalabdan beri o'ylaydi. 2 kun avval Ziyo hovliqib kirib keldi. Nihoyat uy oldim. Rostdanmi? Ha, kichik oshxonam bor edi avval, shu qarovsiz yotgandi, sotdim. Yiqqanlarim bilan uy oldim, endi ko'chib ketamiz. Voy, buncha yaxshi. Ha, o'z uyim bo'ldi nihoyat, juda xursandman. Keyin ko'chishdan avval uyni borib ko'rishdi. Shinamgina ekan, o'zlaricha mebellarni qayerga qo'yishni rosa muhokama qilishdi. Narsalarni taxlash boshlanganda bugun Ziyo yana bitta gap aytdi. Shu uyni sotuvga qo'yib ish boshlaylik. Men o'zimizdan sal naridagi somsaxonani gaplashdim. Sotib olib oilaviy ish boshlaylik. Sen uyda bekorsan, menga yordam berarding. Ayda ham boshqa joyda emas, o'zimizda ishlardi. Ko'z oldingda bo'lardi. Kollejga har kuni borish shart emas-ku. Nurxon opaga taklif juda yoqdi. Er-xotin yonma-yon ishlaydi. Ko'proq birga vaqt o'tkazishadi. Faqat uyni sotaman desa, marhum erini yaqinlari nima derkin? Shundoq ham Ziyo uchun jonlari chiqib yuribdi. Nima bo'lsa bo'lar, sotaman, dedi oxiri qat'iy. Uy meniki. Bir umr toq o'tishim kerakmidi? Hali yosh bo'lsam, qaysilar yordam berdi menga? Hech qaysisi. Endi burunlarini tishlasin. Kechqurun Ziyo kelganida unga taklifiga rozi ekanini aytdi. Feruza bir haftada ko'zini ochib, nima bo'lganini angladi. Ungacha esa har kuni har joyda paydo bo'lib, oxirida o'lardi. Yopiq bir joyga qamab qo'yilgan qiz kuchi boricha baqir-chaqir qildi.
Hech kim yordamga kelmadi. Oxiri holdan toyib yiqilib qolgach, eshik ochildi. 2 erkak kirib keldi. O'zini hushidan ketganga solib yotaverdi. Qizni olib ketgani kelishdi. Qopga solamiz. Nima qilishadi o'zi? Organlarni olishadi. Oilasi yo'qmi buni? Bor. Erini o'zi tashlab ketdi. Bilganingizni qiling deb. Yo'q-ey. Ha, aytishicha, bu qiz katta ayb qilibdi. Hushyor bo'ling, nihoyat o'z tomon deb aytdi. Nima qilgan ekan o'zi? Eri boy odam. Bu qiz 4-xotini. Erini katta o'g'lidan ham kichkina. Bu eriga g'araz maqsad bilan tekkan ekan. Bir kuni eri ishda payti o'g'lini o'ldiribdi. Yo'q, men o'ldirmadim Samirni. Feruza dod solgisi keladi. Keyin ro'yo bo'lgan 2 sharpa yo'qoladi. O'sha mash'um uyda paydo bo'ladi. Qayoqdandir Samir paydo bo'ldi. Qo'lidan sudrab keta boshladi. Tegma menga, nima qilyapsan? Otang bilsa, ikkimizni ham o'ldiradi. Sen otamga tekkan kun men o'lib bo'lganman. Endi seni o'z qo'llarim bilan osaman. Yo'q! Feruza qochishga uringandi. Samir yo'l qo'ymadi. Majburlab o'zi yasagan dor tagiga olib kelib, bo'yniga arqon soldi. Samir, yo'q! Ammo yigitning bejo ko'zlarida zarra shafqat ko'rinmadi. Qizni oyog'i tagidagi stolni tepdi. Qizni nafas tiqildi. Kislorod, bemor nafas olmayapti. Shifokorlar harakati bilan yana hayotga qaytdi, ammo yana adoqsiz tushlar. Nihoyat bir haftada o'ziga keldi. Nima gapligini zo'rg'a so'radi. Pichoqlangani yodida. Samirni nima qilishdi ekan? Qamashmasinda ish qilib, o'zi ko'p azob tortdi. Samirga tegishmasin, dedi onasiga. Gapini eshitib onasini ko'zlari katta-katta ketdi. Qizim. Axir Samir. Keyin o'ylanib jim bo'ldi. Yaxshisi aytmaganim ma'qul. O'zi shundoq ham erini, o'g'li bilan orasidagi gaplar bolalab ketganini bilmaydi. Bu yog'iga taqdiri ham qil ustida turibdi. Yana bir og'ir xabar eshitmasin. U yaxshi. Sen hech narsani o'ylama, hammasi yaxshi bo'ladi. Ona qizini shunday deya ovutgani bilan o'zi qo'rqib turardi. Chunki kecha katta janjal bo'ldi. Gulbibi opa qizi pichoqlanganini tafsilotlarini eshitib erini yoqasiga yopishdi. Agar qizimga nimadir bo'lsa, sizni ham, Hamroni ham uyga o't qo'yaman, o'ldiraman hammangni. O'chir ovozingni, dedi eri xotinini siltab tashlab. Ammo o'zini ham bo'lari bo'lib turgandi. O'chirmayman, shuncha vaqt jim qildingiz, endi gapiraman. Gulday qizimni umrini o'zingizdan katta odamga berib xazon qildingiz. Qaysi ota o'z qiziga shuni ravo ko'radi? Qani endi pul bilan og'zi yumilgan mahalla, qani maktab? Jim turishganda ko'ra bila turib, endi hammasi sizga qo'shib javob bersin. Qaltiradi. Shundoq ham hali maktab o'quvchisi bo'lgan qizni yoshi katta odamga erga berilgani va uning o'g'li tomonidan pichoqlangani katta shov-shuvga aylanib ketdi. Hamro katta qayg'uga botib qolgan Ahtam kattani qo'lidan ham ish kelmadi. Ishni bostira olmadi. Qaytaga qayerdandir bir bloger kelib, vaziyat chigallashib ketdi. Kecha esa Hamro katta qahr bilan kirib keldi. Eshitib ol, ikkalang ham. Bugundan kasalxona xarajati uchun bir tiyin ham to'lamayman. Qizimni shu qo'yga o'g'lingiz soldi, baqirdi Gulbibi. Qizing? Hamro katta o'ziga tik qarashga botin olmaydigan ayol zotini keskir so'zlarni nigohi bilan kesdi. O'g'limni boshini aylantirib, keyin menga tegib olgan ekan. Samir aslida u uchun o'zini osdi. Yolg'on, baqirdi Feruzaning otasi. O'g'limni xatini topib oldim. Bu qizing qochib ketaylik deb aytgan ekan. Bo'lmagan gap. Qizing bugundan 3 taloq menga. Qo'ydim bunday xotinni. 3 taloq, 1000 taloq. Agar puling yetib davolatsang ham, engashib shivirladi Hamro katta. Ko'zim tushgan kuni o'g'limning ishini bitiraman. Eri xotin ancha vaqt bu gap ta'sirida tosh qochishdi. Keyin eri Gulbibining yuziga tarsaki soldi. O'ldiraman seni ham, qizingni ham. O'ldiring, oling pichoqni, avval meni so'ying, keyin qizingizni qutulib qo'ya qolaylik.
Qiz tarbiya qilishni bilmay, endi menga aql o'rgatma. Siz qiz boqib nima qildingiz? Gulbibi juda alamzada edi, bor ovozda baqira boshladi. 18 yoshida bir maxluqqa erga berdingiz. Tegmayman deb dod solmadimi? Oyog'ingizni o'pib yalinmadimi? Xudoni zorini qilmadimi qizim bechora? Bir og'iz ko'ngliga nima bor edi deb so'ramadingiz-ku. Ayol zoti itoat uchun yaralgan, jim yashashi kerak edi. Qandoq odamga erga berdimi? Manqurt! Eri urmoqchi edi. Janjalni eshitib shifokorlar aytgan bo'lsa kerak, qo'riqchilar yetib kelib ajratib olishdi. Eri achchiq qilib ketib qoldi. Mana, hamon kelmadi. Endi bu yog'iga nima qilishni ham bilmasdi ayol. Hamro katta butkul motamga cho'mib qoldi. Qayerda xato qilganini o'ylab turganida katta xotini alam bilan kirib keldi. Samirni siz o'ldirdingiz. Uni anavi yosh xotiningiz avrab yurgan ekan. Nima deyapsan, hoy xotin? Mana o'qing, Samirni xati. Narsalar ichidan topib oldim. Siz u yaxshi ko'rgan qizga uylanib olgan ekansiz. U esa o'g'lim sho'rlikni aqldan ozdiribdi. Mana o'qing. Bechora o'g'lim. Boshingni yeganlar ham izingdan ketmasa, rozi emasman. Hamro katta yerga otilgan xatni olib ko'ziga urtirdi. Men yaqinda jinni bo'lib qolsam kerak. Feruzani dadam bilan tasavvur qilib uxlolmayotganim kamdek, u meni olib ket, qochib ketaylik deyapti. Lekin u endi otamni xotini. Men uchun harom bo'lgan ayol. Qani endi tezroq o'lsam-u, bu azoblardan qutulsam. Hamro katta ko'zlariga ishonmay qayta o'qidi. Xuddi bu gaplarni Samirni o'zi aytib berayotgandek ovozi ham quloqda eshitilib ketdi. Keyin xayoliga Samir yiqilib qolgan kun keldi. U Feruzani urishib tortishib sudrab ketayotgan kun edi. Alami ming bo'lib ketdi. Borib Feruzani bo'g'izlab o'ldirishga shay edi. Ammo zamon ko'tarmaydi. Aka-uka o'zi shundoq ham Rashidni ishi uchun gumonda. Yaqinda militsiya Boris bilan Shukurni tergovga chaqirdi yana. Hozir bir qaltis ish qilolmaydi. Borib talog'ini berib, ota-onasiga zahrini sochib keldi. Ammo bu kamlik qilardi. Ichini o'rtayotgan alam sababchisi topilib, uni ming azobga solish istagi ozroq dardiga malham bo'ladigandek tuyulardi. Kutasan, dedi Ahtam akasi bor gapni eshitib vishillagancha. Hozir shifokor yollab bir ish qilsang ham e'tiborga tushasan. U tuzalsin. Ana undan keyin bu ko'rgan azoblardan ham battarroq qiynoqqa solasan. Hamro katta ko'ndi. Hali shoshmay tursin. O'ldir deb yalinmasam bu jodugar. Motam sabab hamma o'zi bilan o'zi bo'lib qolgan. Fermani ishi qari boshqaruvchi bilan o'ziga qolib ketgan. Boris rosa charchadi. Bu yoqda Shukur ham muallimani ishini hal qila qolmadi. Boris oilasiz odam edi. 2 marta uylanib ham betayin, pulni faqat o'ziga sarflaydigan odam bo'lgani uchun xotinlari bitta bola bilan chiqib ketdi. Qayta uylanmadi. Shu qilay, ber, yeyman, kiyaman, ichaman deydigan jag'i yo'q. Boris fermani qorovulni o'ziga tashlab, bir aylanib kelish rejasini qilib, dugonalarga qo'ng'iroq qildi. Atay qilgandek yo ko'tarishmadi yoki band chiqishdi. Alamidan bo'kib ichib oldi. O'lay mol, dedi Shukur bir tepib. Qara, kameralar yozmayapti negadir. Odam chaqirmabsan bugun ham. Men ketaman, lekin o'zing epla qanday eplasang, dedi chiqib ketar ekan. U Mehrinurni mashinada suhbatlashib o'tirishga ko'ndirgan edi. Shunga shoshib ketib borardi. Yo'ldan shirinlik oldi. Kechki soat 22:00 da Mehrinur aytilgan joyga keldi. Ikkisi sal chetga o'tib gaplashib o'tirishdi. Mehrinur otlar bahona gapni fermaga burdi. Shukur bir nimalar aytdi. Uning fikri xayoli qizni qayerga ketishida edi. Ertaga ketasizmi? Dedi fursat topib so'rab. Ha. Keyin qachon qaytasiz? Shu o'quv yili boshida. Sizni ko'rgani borsam bo'ladimi? Dedi jilmayib. Mayli. Shukur qiz hali uni to'la sevmaganini bilardi. Shuning uchun obdon ko'nglini o'rgatib, keyin bor gapni aytish haqida o'ylardi. Ayni damda Mehrinurning miyasida nima aylanayotganidan bexabar edi.
Parvinadagi holat Rashiddan boshqalarga ham bilinavergach, shifoxonaga yotqizish fikriga kelishdi. Balki uyda olarman, dedi Parvina ko'zini pirpiratib. Yo'q, xususiy shifoxona gaplashdik, o'sha yerda yotasan. Rashid qat'iy gapirdi. Meni o'zingizdan uzoqlashtiringiz kelyaptimi? Parvina, yosh bola bo'lma. Rashidni yig'layman deb turgan xotiniga qarab, qoshlari chimirildi. Bolamizni o'ylayapman. Parvina teskari qarab oldi. Parvin, erkalik qilma. Bu gaplar qizni battar achchig'ini chiqarardi. Menga qara deyapman senga. Menga achchiq qilma. Kimga qilay? Parvinani uzun tili ishlab ketdi. Chiqib, qo'shnimga qilaymi erkaligimni, arazimni? O'shir ovozingni. Rashidning qo'li havoda ko'tarildi-yu, urolmadi. Parvinaga esa shuni o'zi yetib ortdi, yig'lab yubordi. Rashidni achchig'i chiqib ketdi-yu, yana o'zini bosdi, chunki onasi ham ertalab kelinining tarafini olib, biroz nasihat qildi. Xotining avval bunaqa injiq emasdi. Homiladorlik ta'siri. Undan keyin nima orzu-umidlar bilan oila qurgan edingiz? 3 oy bo'lmay uni esingdan chiqarib qo'yding. Xudo biladi, nima va'dalar bergan bo'lsang to'y bo'lguncha. Rashid qizni o'tmishdagi gaplarni aytib berganini eslab jilmaydi. Ammo asabiyroq bo'lib qolgan Rashidga baribir Parvinani qiliqlari ortiqcha tuyulardi ba'zan. Bo'pti, arazlama endi, dedi hiqilayotgan Parvinaning sochini silab. Qoching, kech menga yaxshi gap gapirmaysiz. Bo'ldi, yolg'ondan yig'lama. Gulsevarim xafa bo'ladi. Aha? Yig'layotgan Parvina birdan to'xtab, Rashidga qarab baqirib qoldi. Kecha qizlarning ismidan qaysi biri yoqadi deganding. Bilmasam, xayolimga hozir shu ism keldi. Balki qizimizga qo'yarmiz. Gulsevar deng? O'zingiz tug'ib oling, Gulsevar qo'ysangiz, eshitdingizmi? Parvina eshikni shunaqa qattiq qarsilatib yopib chiqib ketdiki, hovlida yurganlar ham hayron bo'ldi. Tinchlikmi, kelin? Qaynonasi shahd bilan ketayotgan Parvinani yo'lini to'sdi. Men uyimga borib kelay, oyijon. Nima bo'ldi? Otishma bo'ldimi? Uyi yaqin Farruh ham shu yerda edi, ovoz kelgan tomonga keldi. Hech narsa, aka, meni oyimnikiga olib borib qo'ying. Parvina. Uni gapi tugamay g'azab bilan Rashid chiqib keldi. Xonaga kir, men ketyapman. Parvina ahmoqlik qilayotganini bilar, lekin g'azabini ham boshqara olmayotgandi. Kelin, nima bo'lgan bo'lsa ham og'irroq bo'ling. Ikkovingiz ham sog'liq borasida yaxshi emassizlar. Kelin. Anqayib turgan Rufatning xotiniga qaradi Farruh. Parvina, kelinni xonangizga olib boring. Rashid, ichkariga kir. Ikkovini ikki yoqqa sudrab ketishdi. Yosh bolaga o'xshamay ushmay o'tirsangiz bo'lmaydimi? Dedi onasi achchiqlanib. Senga asabiylashish mumkin emas. Kecha tarafini olayotganingiz, dedi Rashid ko'zini yumib. O'zi nima bo'ldi? Qayerdan bilay? Kecha chaqaloqqa ham qiziqmayapsiz, ismi nima bo'lishini istaysiz degandi. Bugun Gulsevar qo'yamiz desam, jin tekkanday chiqib ketdi. Rashid gapini eshitib qovoq o'yib turgan onasi birdan piq etib kulganiga ajablandi. Ha, bolam-a, bu rashkchi xotining kallangni joyiga keltiraman deb tava izlab qolmabdi ham. Nega kulyapsizlar? Gulsevar sen unashtirilib keyin to'yni to'xtatgan otamni do'stini qizi, kuldi akasi. O'zing odam qurib sherlarni qizini sevganingdan keyin chidaysan endi, dedi onasi ham qo'l siltab turar ekan. Lekin Parvina kelin ham oshirib yuboryapti. Atay qilibsanmi? Tentaklar. Farruh ham kulib chiqib ketdi. Rashid esa uni yodiga bir narsa tushdi. Gulsevar kim? Sen uni o'ylama. Nega? Siz o'ylanayotganingiz uchunmi? Kim aytdi o'ylanadi deb? Siz ikki dunyoda ham otangizga qarshi bormaysiz. Buni ikkimiz ham yaxshi bilamiz. Parvina, men senga hech narsani o'ylama dedim, o'zim hal qilaman. Rashid, iltimos, nima bo'lsa ham ochiq ayting, ko'naman. Parvina, yig'lama. Men senga va'da berganman. Sen o'zing xohlasang ham qo'yib yubormayman. Qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Yolg'on va'da berib, qo'ynimni puchayong'oqqa to'ldirmang. Bo'ldi, tugadi. Boshqa yo'limdan chiqmang. Parvina, nima bo'ldi o'zi? Senga to'yga taklifnoma berdimmi?
yoki unashtiruv bo'ldimi? Kimlarnidir gapiga eshitib buncha yonmasang. Rad etolmaganingizni o'zidan ma'lum. Bu otangizni qarori, to'g'rimi? Parvina, ko'rishib gaplashaylik. Yo'q. Haligina chiqqan jahli birdan so'ndi. Xotirasi qaytishni boshlaganiga ichi yorishib ketdi. O'rnidan turib, kelinini xonasi tomon bordi. Kelin, Parvinani chaqirib yuboring. Parvina ham ovsiniga bo'lgan gapni aytgan, u ustidan kulaverib jahlidan tushgandi. Asta chiqdi. Nima deysiz? Qornim och qoldi. Gulsevarga ayting, qilib beradi. Mayli. U haqida bir gal gaplashganmiz, nikohga sabab bo'lgandi. Bu galgisi ajrimga sabab bo'ladimi endi? Esladingizmi? Yonib turgan qizni chehrasi o'zgardi, keyin birdan yana qahrlandi. Eslab, atayin meni asabimga tegyapsizmi? Yo'q. Eshik zarbidan kallamga urildi. Yur xonaga, narsalaringni taxla, ketasan. Qayoqqa? Rashidni yolg'on qilayotganini sezib, labini burdi Parvina. Onangni uyiga ketmoqchi eding-ku? Ketaman ham. Meni emas, Gulsevarni eslaganingiz uchun ham ketaman. Boshimni og'ritib tashlading, yur xonaga. Qornim och deyotganingiz. To'ydirding gap bilan. Rashid Parvinani qo'lidan tutdi. Ikkovini ko'rib hamma kulib qo'ydi. Parvina nafaqat Rashidning, balki bu xonadonning har qanday qonunlarini buza oladigan yagona kelin edi. Parvina kechgacha Rashid eslasin deb yana qancha gapni aytdi. U juda xursand edi. Ammo turib, aynan Gulsevar ismidan eslaganingizni qarang. Atay ismini aytmagandim, deb jahl ham qilib qo'yardi. Parvina istar-istamas ertasiga shifoxonaga joylashtirildi. Aqlli qiz bo'lib o'tir, dedi Rashid, bir o'zi bitta xonada qolayotgani uchun xo'mrayib olgan Parvinaga ketar oldi. Siz ham qoling, dedi Parvina erkalanib. Rashid kuldi. Ha nima, nega biz ayollar qiynalishimiz kerak faqat? Sizlar ham mazza qilib yurasiz. Bo'ldi, men ketdim. Hali shifokorga borishim kerak. Tekshirsa, miyamdan sen chiqsang kerak. Kim chiqishi kerak yana? Yuzida zaharxanda o'ynadi Parvinani. Gulsevarmi? Xameleondek tuslanasan-ey. Bo'ldi ana, akam qo'ng'iroq qilyapti. Rashidni ham ko'ngli allanechuk bo'lib chiqib ketdi. Saddam xabar jo'natilgan raqamni telefoniga qo'shib, Shukur yo'qotib qo'yganini aniqladi. Telefondan kelgan oxirgi signal Shukur ishlatgan paytda to'g'ri keldi. Demak, kimdir raqamdan foydalanyapti, ammo kim bo'lsa ham kattalarning ancha sirini biladigan odam. Kim bo'lsa ham topishim kerak. Bu ablahlar hammaga yomonlik qilaverganidan izidan tushganlar ko'paygan. Lekin bitta harakat qilib hech narsaga erishib bo'lmaydi. Birlashish kerak. Saddam bu xabardan keyin Mehrinurni kecha-yu kunduz qayerda buyurganini tekshirib turadigan bo'ldi. Va nihoyat qizni ketishi vaqtidan bir kun oldin kechasi telefon signali u uxlaydigan joyini emas, boshqa joyni ko'rsatganini sezib, Salimsher xonadoniga yo'l oldi. Mayoq signali Shukurni mashinasidan kelayotganini sezib, zo'rg'a o'zini bosdi. Ular bir soatcha gaplashgach, Mehrinur tushib qoldi. Shukur ketdi. Saddam o'ziga sig'may atrofni aylanib yura boshladi. Hatto biron bahona topib, Shukurni do'pposlash haqida ham o'yladi. Ammo nima deydi? Saddam o'zi bilan o'zi urushib yana bir turib telefonga qaradi. Bir soatdan oshiq vaqtni o'tkazib yuboribdi. Ajablanarlisi esa Mehrinurni telefoni harakatlana boshladi. Qayoqqa ketyapti bu? Saddamni xayoliga har xil fikrlar kela boshladi. Nimada ketyapti? Velosiped tezligiga yaqin. Qishloq chetida nima qiladi? Qabriston yonidan o'tishdan ham qo'rqmayapti. Saddam masofa saqlab borib uzoqdan rostdan ham velosiped qorasini ko'rdi. Ortidan yigit kishi desa bo'lardi bemalol. Qishloqni chetiga bordi. Bu joy Jarko'lni boshlanishi. Kattalar qishlog'i bilan shu tez oqar soy ajratib turadi. Orada eskiroq ko'prik bor. Ko'pincha kunduzi o'tishadi bu yerdan, kechasi jin chaladi degan gaplar yuradi. Mehrinur Shukur bilan xayrlashib xonasiga kirdi. U yigitni uyiga borganidan keyingi qo'ng'irog'iga javob berdi. Atay borib qo'ng'iroq qiling degandi. Shukur uyida hech kim yo'qligini aytgandi. Borib ham buni tasdiqladi. Qattiq charchagani uchun telefonini o'chirib, uxlashni aytdi yana bir bora.
Mehrinur barchasiga amin bo'lib, yo'lga chiqdi. U velosiped minishni yaxshi bilardi, tekis yo'lda qiynalmay ketardi. Boshida kepka, ignada yengil sport kiyim. Buni atayin hali kelganida atay ko'la to'kib yechib oldi. Yuvib beraman endi deb yechib olgandi. Cho'ntagida kichkina pichoqchasi chiqqani jekpot bo'ldi. Qo'liga barmoq izi qolmasligi uchun qo'lqop kiyib olgandi. Tekis yo'l tugab, dala yo'li boshlandi. Keyin ko'prik keldi. Velosipedni qoldirib u yog'iga piyoda borishga qaror qildi. Ferma haqida hammasini bilib olgan. Qayeridan oshib kirsa bo'ladi? Bugun kim qolgan? Kameralar qanday ishlayapti? Qayerda nima saqlanadi? O'zi bilan olib kelgan benzin bakchasini olib ferma devori oldiga keldi. Ehtiyotkorlik bilan yurib, atrofni kuzatdi. Niyati kirib, kameralar ishlamayotganidan foydalanib, fermani yem-xashak qismiga o't qo'yish, jonivorlar qismi yong'in xavfi hisobga olinib, boshqa qismda joylashgan. Mehrinur ichida duo qilib, endi devordan oshmoqchi edi, baquvvat bir qo'l belidan ushlab qoldi. Keyin shart og'zini yopdi. Jim. Saddamni ovozidan tanib, miyasini biro'n egallagan qo'rquv bosilgandek bo'ldi. Birga ketamiz. Qo'yib yuboryapman. Lekin shovqin qilmay yurasan. Itlarni yechib qo'yib yuborgan bo'lishlari mumkin. Yigitali arazlab ketib qolgan Aydani ortidan so'zsiz kuzatib bordi. Qiz xayr ham demay kirib ketdi. Shaxtam yurib kelgan oyoqlari titrab yurolmay qoldi, eshik yopilishi bilan. Yigitali toki shaharchadan amakisini uyiga kelguncha ancha vaqt o'tdi. Hali erta, kollejda qancha gap qiladi do'stlari. Yigit shu turish uyquga ketdi. Ertasiga kollejga borolmadi. Dadasi uyiga chaqirdi. O'gay onasini tug'ilgan kuni ekan. Azador bo'lganlar uchun oilaviy uyda nishonlashdi. Yigitali o'gay onasi ta'sirida bo'lgan o'gay jigarlari bilan sovuqqina so'rashdi. Hamma mulozamat va munosabatlar soxta. Ahtam kattadan hayiqib o'tirishibdi. O'gay onasi Nazira xonim juda nazokatli va ayyor ayol edi. Uning Yigitalidan 8 yosh kichik 10 yashar singlisi ham naq onasini o'zi. Keyingilari 7 va 6 yosh singlisi va ukasi ham onalari ta'sirida halitdan o'gaylik qanaqa bo'lishini bildirishadi. Senda gapim bor, dedi dadasi dasturxon ustidan turganlaridan keyin. Xo'p, Yigitali otasini izidan yurdi. Endi yosh bola emassan. Gapni uzoqdan boshladi Ahtam katta. Men seni yoshingda onangga unashtirilgan edim. Menimcha seni ham vaqting keldi. Oilamiz an'anasiga ko'ra, seni ham o'z qarindoshlarimizdan biriga. Yigitali piq etib kuldi. Birinchisiga deng-da ota, keyingilarni farqi yo'q. Nima? Dada, nima demoqchiligingizni bildim. Lekin men Samir emasman. Taqdirimni o'zim hal qilaman. Bunaqa ishlarga esa hali erta. Qachon istasam, o'sha paytda o'zim istagan qizga uylanaman. Haddingdan oshib ketmayapsanmi? O'qraydi otasi. Men doim shunday bo'lganman, faqat siz e'tibor bermagansiz. Gapi ikki bo'linib o'rganmagan Ahtam katta bir shapaloq urdi o'g'lini. Tur yo'qol. Xo'p. Yigitalining yuzida hech bir ifoda aks etmadi. Indamay chiqib ketdi. Ahtam katta esa ancha payt asabiylashib o'tirdi. U o'g'lida birinchi xotinini ko'radi. U ham shunaqa o'zbilarmon, qaysar edi. Tog'asini qizi bo'lgani uchun yoshligidan fe'lini bilardi. O'zi sevdi, o'zi qizni rozi qilib uylandi. Keyin esa dadasi, nima bo'ldi? O'g'lingiz buncha o'qday uchib chiqib ketdi. O'g'il emas, balo u, dedi Ahtam katta asabiylashib. Yigitali esa asabiy biroz aylanib Aydaga qo'ng'iroq qildi. Qizi bo'lgali ko'tarmadi. Bugun dushanba, o'qishga borgan bo'lsa kerak. Kollej yo'lida poylashni ham o'yladi. Keyin Tavakkal SMS yozdi. Telefonni ko'tar, ovozingni eshitgim keldi. 10 minutcha o'tib Aydani o'zi qaytib chiqdi. Alo, ovozingni eshitadigan kun ham bor ekan-ku. Yigit, biz hozir ko'chyapmiz. Men bandroq edim. Qayoqqa ko'chasiz? Ayda joy nomini aytdi. Kollejga uzoq-ku. Iloji yo'q. Ziyo amakini uyiga ko'chib o'tyapmiz. Shu odam bilan yashashing hech yoqmayapti-da menga. U yerda o'zi somsaxona ocharkan. Men ham ishdan bo'shar ekanman. Baribir
Ko'rdingmi? Bilaman, tirjaydi Yigitali. Ayda. Ha, yaqinda maosh olaman. Va'dangda turib, men bilan uchrashasanmi? Men hech narsaga va'da bermaganman. Mayli, 1-2 kun arazlab tur, keyin baribir men bilan uchrashuvga chiqasan. Ishib olganmisiz? Yo'q, o'gay onam aroq qo'ymabdi. Dadangizni uydamisiz? Ha, endi qaytaman. Fermaga boraman. Keyin seni ko'rish uchun kollejga. Meni ayam chaqiryapti. Qiz telefonni o'chirib qo'ygan bo'lsa ham, Yigitalini ozroq kayfiyati ko'tarildi. Davomi bor. Muallif Maftuna Abdullayeva, ijrochi Rustamova Nozimaxon.